Bahamas aralları. Bahamas, Amerika Florida ştatının janubidagi dengiz rayonidagi cho'ng kichik 700 dak arallardan tarkib topgan bir kichik davlat. Bahamasning yer ko'lami 13.878 kvadrat kilometr. Nupusi tahminan 400 ming. Davlat umumiy GDP'si 16 milyar dollar bulup kişi başına tahminen 40 bin dolardan geldi. Paytaxtı Nassau. Bahamas'ın nüfusunun 90% qora tenlik olup ahalisinin 93% Hristiyan diniga etiqat qildi. Davlat tili İngilizce. Bahamas'ın asaslı iqtisadi sayohatchilik olup Amerika ve Avrupa'nın sayohatchilaridan tapgan kirimiga tayinadi. 2014 yildagi statistik ma'lumot bo'yicha taxminan 6 milyon turistlar Bahamas orollarini sayohat qilgan. Bular davlat kirimining 70%ni yaratgan. Ammo 2 yildan beri dunyo bo'yicha tarqalgan yuqumli virus turist iqtisodini asosan to'xtatgan bo'lib, Bahamasning iqtisodiga zo'r darajada aks ta'sir ko'rsatgan. Bahamas orollarının aslidagi yerli xalqi Lukayanlar bo'lib, 1492 yili Christopher Columbus tunji Yevropalik süpti bilan Bahamas orollariga keldi. Bu mezgilda tahminan 30 ming Lukayanlar Bahamasning orollariga tarqalib yashaydi ekan. 1513 yildan boshlab İspaniya mustamlikchilar barliq yerlik Lukayanlarni majburiy to'plab, ularni Hispaniola deb atiladigan orolga olib borib, qul qilib ishlatdi. 1648 yilga kelganda Bahamas orollarida yashaydigan yerlik xalqlar Yevropaliklar ilib kirgan yuqumli kasal sababidan asosan o'lib ketdi. 1649 yili Bermuda orolidan ko'chib kelgan İngiliz kolonistlar Bahamas orollariga joylashdi. 1718 yili Buyuk Britaniya dengiz qaroqchi kuchlarini yo'qotgandan keyin Bahamasni Britaniyaning mustamlikasiga aylantirdi. 7000 dak Amerikalik ko'chmanlarni Bahamasga o'rinlashtirdi. Bu ko'chmanlar qulluq savdosi orqali Afrikadan nurg'unlagan qullarni Bahamasga olib bordi. Natijada Bahamasdagi qora tanliklarning soni nihoyatda tez ko'paydi. 1807 yili Britaniya qulluq savdosini ma'ni qilib rasmiy to'xtatgan bo'lsa-mu, qulluq tuzumi Bahamasda yana bir mezgil davomlashdi. 1834 yili Bahamasdagi qulluq tuzum yo'qotildi. Qora tanlik qullar ozod qilinib, erkinlikka erishdi. Shu qora tanliklarning avlodlari hozir Bahamasdagi 400 ming aholisining 90%ni egallaydigan bo'ldi. 1967 yili Lyndon Pindling Bahamas mustamlikasining tunji qora tanlik bosh ministri bo'ldi. 1968 yili Pindling Bahamasning Britaniyadan ayrılıp to'liq mustaqillik istaydiganligini dunyoga jakalaydi. 1973 yili 20-iyun Angliya hukumati o'z ixtiyori bilan Bahamasning mustaqilligini rasmiy e'tirof qildi. Bu davlat 255 yildak Angliyaning mustamlikasi bo'lganlikdan Angliyaning iqtisodiy va madaniyat ta'siri yanada intayin kuchli. Qonun va ma'muriy boshqarish usullari Angliyaga o'xshab ketadi. Nurg'unlagan qurilishlar Yevropa pasunida silingan. Qatnashlar yo'lning sol tarafida yurdi. Mashinalar rolimi sol tarafda bo'ldi. Roli o'ng tarafda bo'lgan mashinalarni anda-sanda ko'rinadi. Bu Amerikaning ta'siri tadrijiy kuchayayotganligiga derak berdi. Bahamasning orollar aro qatnash asosan
paraxod və aeroplanlar orqali elib berildi. Yuqori deb o'tganimdek, Bahamasning iqtisodi sayohatchilikka bog'liq bo'lganligi uchun sayohat qiluvchilarning huzurlanishi uchun isil sharoit yaratib bergan. Odamsiz ushshoq orollardan tortib hashamatlik oromgohlargacha har qanday kishi Bahamasdagi 700 orollardan o'zi xohlaydigan narsani topa oladi. Xohlagancha huzurlana oladi. Kristal kabi süzük su, şikerdek oq rangli qum ve yıl boyu 25 gradus etrafında bo'ladigan yıkımlık temperatura bu acayip güzel istiqbal rayon aram algıcılarını 100 yıldan beri jalb qilib kelmoqda. Eğer fırsat yer bo'lsa, Bahamas orollariga bir berib kelishingizni tavsiya qilaman. Anglag'uchilarga rahmat.